Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tonishtiramiz. Turkiyadagi mashhur boy Murat Ulkarning bayonoti kishilarning noroziligiga uchirdi. Torontoda Uyg'ur xayr-saxovat kechiligi o'tkazildi. Lager shoidi Sayragul Saud oilasi bilan birlikda Shvetsiyaga yetib keldi. Qozog'iston xalqi bugun yangi prezidentni saylash uchun sanduqqa bordi. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Türkiye Vatan Partiyasının uyuşturuşu bilan İstanbulda ötküzülgen Türkiye-Xitay Ticaret İşler yığınında Yıldız Şirketler Guruhi Başquruş Heyeti Reisi Murat Ulkarning "Hammamiz Xitayning yanida" degan so'zi kishilarning qattiq noroziligiga uchirdi. 27 may İstanbulda chaqirilgan yig'in Turkiyadagi ba'zi televiziya kanallarida tarqatilgandan keyin ijtimoiy taratqularda nurg'un kishilar norozilik bayonoti e'lon qildi. Parlament a'zosi Mustafa Yenaroğlu e'lon qilgan bayonotida şirket xo'jayini qayil qilarliq bayonot e'lon qilmoqcha Ulkar markalik mallarni setib olmaydiganligini bildirgan. U bayonotida mazkur shirkatning Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan inson qilipidan chiqqan besim siyosatini unutib, Xitoyga mal setishning qo'yida ekanligini, shunga Ulkar markalik buyumlarni iste'mol qilmaydiganligini bayon qilgan. Yıldız Şirketler Guruhi Türkiye'deki en çoğun şirketler guruhi bulup, köprek, yemek-içmek ve şokolad ticareti bilen şug'ullandı. Mazkur şirketning qurg'uvchisi Murat Ulkarning dadisi Sabri Ulkar Efendi, Uyg'urlarning ayni zamondagi Turkiya turishliq rahbari Aysa Yusupalbtekin Efendiga, Sharqi Turkiston vaqfiga va Uyg'urlarga yordam qilgan. Ulkar shirkatining qurg'uvchisi Sabri Ulkar 2012-yili olamdan o'tgandan keyin uning o'g'li Murat Ulkar mazkur shirkatlar guruhining xo'jayinlik vazifasini o'z ustiga olgan. Burun Uyg'urlarga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilgan Ulkar oila shirkati 3 milliondan ortiq Uyg'ur jazo lageriga so'langan bugungi kunda Xitoy tarafda turadiganligini o'tirg'a qo'ydi. Hozir Vatan Partiyasi deb atiladigan burunqi ishchi partiyasi kommunizm ideyasini yoqlaydigan bir siyosiy partiya bo'lib, mazkur partiya 1975-yili Xitoy Kommunistik partiyasi bilan do'stlik ahdinomasi tuzib, Turkiya-Xitoy munosabatini kuchaytirishga tirishmoqda. Mazkur partiyaning ulusal televiziyasi mazkur yig'inni naq maydonda tarqatgandan keyin Türkiye'deki Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlarining qattiq noroziligiga uchirdi. iyun Kanadaning Toronto shahrida yo'qlayotgan Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish va uni namoyon qilish maqsadida kechilik o'tkazildi. Bu 2019-yili Torontoda o'tkazilgan tunji qitimliq Uyg'ur xayr-saxovat va san'at kechiligi bo'lib, kechilik nihoyatda qizg'in va dag'dug'liq o'tkazildi. Kechilikka 600 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, Uyg'ur naqsh usullaridan eli xalq ko'ylari, hozirgi zamon Uyg'ur naqshlari va piyola usuli qatorliq sarxil numurlardan bahrlandi. Uyg'ur milliy kiyimlarini kiygan yosh qiz o'g'illar Uyg'urlarning beshiga kelgan musibatni har xil tillarda anglatgan bo'lsa, omaq qizlar naqsh usullari bilan ko'rurmanlarga unutqusiz xush kayfiyat baxsh etdi. Sayragul Saudbay Xitoyning Sharqi Turkistonda qurgan lager shoidlarining biri bo'lib, bultur 8-oyda Almutada ichilgan siyosiy panohlik sotida o'zining Mo'ng'ulko'ra noyasidagi yepiq tarbiya lagerida o'qituvchilik qilgan mezgilida lagerlarga oid maxfiy materiallarni ko'rganligini, mahbuslarga yurgizgan xo'rlash va qiyin qistoqlarga shoid bo'lganligini ilgari surgan edi. Lekin u Qozog'iston soqchilari tomonidan tutqun qilinib, Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan. Onun delosi Qozog'istondagi Otayurt fidoyilari tashkilotining yordami va qo'llashi bilan Qozog'iston jamoati va xalqaro axborotlarning jiddiy diqqatini qo'zg'agan edi. Otayurt tashkilotining bildirishicha, 3-iyun Sayragul Saudbayning Qozog'istondan Shvetsiyaga qarab yo'lga chiqqanligini, uning Shvetsiyaga borgandan keyin xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining yordamida siyosiy panohlik tilash ehtimolligi borligini bildirdi. Sayragulning bultur 8-oydagi soti va sot qaroridan keyin bir guruhba kishilar uning uyiga kelib, uning lagerda ko'rganlari haqida so'zlamasligini, undaq bo'lmaydigan oqibatiga o'zi mas'ul bo'lganligi haqida ogohlantirgan ekan. Shuning bilan u advokati va boshqalarning hech bo'lmaganda Qozog'istonda panohlanish iltimosi qabul bo'lg'ichi bo'lsa-mu, jim turib turish haqidagi nasihatlari natijasida Xitoydagi lagerlar haqida so'zlashni to'xtatgan. Shundaq bo'lishiga qaramay, uning Qozog'istonda panohlanish iltimosi 2 qatim rad qilingan ekan. Qozog'iston prezident saylimi 9-iyun, ya'ni bugun elib berilgan bo'lib, vaqtliq prezident vazifasini o'tayotgan Qosim-Jo'mart qatorliq 7 nomzod qatnashgan. Qozog'iston saylam markazining bildirishicha, bilet tashlash ishlari shu yerning vaqti atigan soat 7 da boshlanib, kech soat 8 da oxirlashadi ekan.
Qozog'iston davlat ichi va sirtida bo'lib, jami 9968 bilet tashlash o'rni bekitilgan bo'lib, 41 davlat bilan 9 xalqaro tashkilotdan kelgan 1013 nafar xalqaro kuzatuvchilarning nazorati ostida elib berildi. Shundaqla saylam ishlarining sog'lom va o'ngishli bo'lishi uchun 19 ming qonun ijro qiluvchi xodimlar vazifa o'tagan. Bilet tashlash va bilet sanash xizmatlari bo'lsa, eng kechikandimi 12 soat ichida oxirlashib, bir hafta ichida saylam natijalari muayyanlashishi, e'lon qilinishi va saylangan prezidentning Markaziy saylom komiteti tomonidan ro'yxatga elinishi tamomlanadi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.